Hurmatli o'quvchilar, bugun siz bilan birgalikda ochiq dars o'tamiz. Darsimiz avvalida suv hayotimizda qanaqa o'ringa ega ekanligi to'g'risida fikrlaringizni bilmoqchiman. Qani o'quvchilar, suv hayotimizda qanaqa o'rin tutadi? Agar biz suv ichmasak, jismoniy faolligimizga ta'sir qiladi. Inson suvsiz 3-4 kundan ortiq yashay olmaydi. Suv ichmasak, energiyamiz tez tugaydi, birdan charchab qolamiz. Inson tanasi 70% suvdan iborat. Suv haqida yana qanaqa ma'lumotlarga egasiz va nimalarni bilasiz? Marhamat. Eng katta ichimlik suvi havzasi dunyo bo'yicha Rossiyada joylashgan bo'lib, Baykal ko'lidir. Olimlarning aniqlashicha, eng toza suv Finlandiyada ekan. Suvni bersang elingga, yasharsan 1000 yilga. Sharq va g'arb hokimlari suvni halovat manbai yoki salomatlik malakasiga o'xshatishgan. Bu suv tarkibini anglatadi. Siz yer sharidagi suvni belgilab bersam bo'ladimi? Ichishimiz mumkin bo'lgan suv yerning kichkina qismini tashkil qiladi. Ustoz, men bo'sh vaqtlarimda she'rlar yozib turaman. Shu she'rlarimdan biri suv haqidagi she'rimni do'stlarimga aytib bersam. Suv hayotning yuragi, insonga eng keragi, unga bog'liq tiriklik, sabr, sog'lik va poklik. Har tomchisini asraylik, dunyoni yashnataylik. Barakalloh. Hozirda butun dunyoda suv tanqisligi muammosi kutilyapti. Butun dunyoni tashvishga solayotgan ushbu muammo tabiiyki bizni mamlakatimizni ham, ya'ni O'zbekistonni ham chetlab o'tmaydi, to'g'rimi? Biz uchun hayot manbai bo'lgan ichimlik suvini qanaqa qilib asrashimiz, ichimlik suvi tanqisligi boshimizga kelmasdan oldin qanaqa harakatlanishimiz to'g'risida sizlar bilan gaplashib olamiz. Ichimlik suvlarini bemaqsad isrof qilinayotgan holatlarini ko'ramiz, a? Qaysi holatlarda ko'rasiz? Gilam yuvish uchun ko'p suv ishlatmaslik kerak. Agar ko'chalarni supurmoqchi bo'lsak, krandan emas, ariqdan suv olib sepishimiz kerak. Agar uyimizda jo'mragimiz buzilib qolgan bo'lsa, suv oqayotgan bo'lsa, uni tuzatib qo'yishimiz kerak. Idish tovoqlarni yuvayotganda jo'mrakni ochib qo'ymasligimiz kerak. Tishlarimizni yuvayotgan vaqt keraklicha suv olib, jo'mrakni yopib qo'yishimiz kerak. Mana shu aynan suvni asrash mavzusida tayyorlangan videorolikni e'tiborlaringizga havola qilamiz va darsimizga keyin davom ettiramiz. Kundalik hayotimizda har kun vodoprovod jo'mraklardagi oqib turgan chuchuk suvdan foydalanamiz. Mana qarang, diqqat qiling, mana shu tomayotgan har bir tomchi suvimiz agar biz hisoblab bo'lsak, qanchalik ko'p to'planishini bilib olamiz. Qarang, holat 1 daqiqa vaqt bo'lgani yo'q, lekin stakanda ancha toza suv isrof bo'ldi. Uydagi vodoprovod jo'mragi buzilishi bilan akamizga, otamizga murojaat etib, tezda tuzatib qo'yishni tavsiya qilishimiz kerak. Bu ham suvni tejashdagi eng katta bizni yutug'imiz bo'ladi. Men sizlarga bugungi darsimizda suvni asrash mavzusida eng chiroyli suratni chizib kelgan o'quvchilarga sovg'alarimni topshirib ketaman. Agar biz tejamasak, ana bunday suvni oqirib yuborsak, mana bunaqa holga kelib qoladi. Agar biz tabiatni asramasak, suvni tejamasak, mana bu holatga kelib qoladi tabiatimiz. Biz jo'mrakni ochib qo'ymasligimiz kerak. Suvni tejab ishlatsak, tabiat va ekologiyaga foydamiz tegishi mumkin. Jo'mrak buzilganda darrov tuzating. Bir tomchi suv zarga teng. Butun dunyo insonlar suvni tejab ishlatsa, suv ham ko'pga yetadi. Suv hayot manbai. Suvni ishlatdingizmi, vaqtida hisobini ham to'lab qo'ying. Bugungi darsimizdan xulosamiz, suvni nima qilamiz birgalikda? Tejaymiz, asrab avaylaymiz. Bugungi darsimizdan xulosa qilib, mana bu vodoprovod jo'mragini ostidan tomchilaringizni yopishtirib, o'zingizni suvni asrashga bo'lgan istagingizni bildirishingizni xohlardim. Har o'quvchini asrash
uchun rahmat. Xayr o'quvchilar. Biz bugun ochiq darsimizda suvni asrang mavzusida suhbatlashdik. Bunda biz suvni asrash, avaylash, bir tomchi suv zarga tengligini bildik va men bundan keyin suvni asrashga harakat qilaman. Bugungi darsimiz suvni asrang mavzusida ochiq dars o'tdik. Bugungi darsimiz juda ham qiziq mavzu bo'ldi. Biz suvni asrash haqida bilib oldik. Ko'plab maqollarni o'rgandik. Bugun Karmana tumanidagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida Navoiy viloyati suv ta'minotidan xodimlar kelib, 4-A sinfiga juda chiroyli suvni asrang mavzusida ochiq dars tashkil etdilar. Bugungi darsda bolalar suv haqidagi bilimlarni yanada chuqur mustahkamlab oldilar. Ularni har bir aytgan dono fikrlari, suv haqidagi maqollari, suvni tejash haqida chizgan rasmlari, o'z ijodlaridan aytgan namunalari barchamizga birdek ma'qul keldi. Biz suv ta'minoti tashkiloti bilan birgalikdagi ochiq darslarimizni, tadbirlarimizni yana davom ettiramiz. Birgalikda harakat qilamiz.